Uni ota-onasiga o'shanda tushuntirdim. Sizlarda shans bor. Siz o'zi klass A'dan B'ga o'tdi, lekin chaqiruvchisi bu yerda S dedim. Transplantatsiya degan narsani aynan qachon maslahat berish kerak? Qachon qaytarilmaydigan bo'lsa, chaqiruvchisiga ham bog'liq. Agar o'sha chaqiruvchisi B bilan D bo'lganda edi, B bilan D bo'lgan, unda juda ham осторожность, bu yerda qaytish qiyindir dik. Lekin bu birinchisi emas, qaytgani birinchisi emas. O birinchi kuni 10 kun yotding-a? Oldingi yil. Qaysi oy edi o'sha? U noyabr deydi birinchisi. 1 yildan oshibdi. Keyingi kelganim yanvar oyidami shunaqa. Chunki o'shanaqani o'zingni bo'yningga olib bo'ldi deganda, tем более endi ответственность 10 barobar kuchli bo'ladi. 10 barobar kuchli bo'ladi. O'shanda biz aytdimki, mana men hozir virusga qarshi dorini ichasan, ko'ramiz. Agarda orqaga qaytmasa, transplantatsiya любой paytda обязательно qilasan dedik. O'shaning uchun buni noyabrdan keyin yana yanvar boshida yotdi srazi. 1,5 oy ichida yana qaytib yotdi. 1,5 oy ichida qaytib yotgandan keyin bu suyuqlik уже yo'q edi ikkinchisida. Undan keyin qachon yotding? 2 marta yotding-a o'zi. Keyin bu xursand bo'lib, hammasi yaxshi bo'ldi deb virusga qarshi dorini ichdi, yo'q bo'lib ketdi. Mana ochiqni aytaman. Yo'q bo'lib ketdi. Qani o'zing endi gapirib bergin bolam. Bir gapirgin. Hozir keldim, pastga tushdim. Ana shu uziga tushdim. Uzikacha Javohir aka aytishdiki, qora taroqda o'zida 7 mm kichkinlashibdi dedi yana. Plus o'zgarishi zo'r dedi, sizda dedi. O'zlari tushuntirishdi. Birinchi gepatit aniqlangan, serrozni chiqarib berganda o'zimizda qon ketish bo'lgan, krovotechniy bo'lganman-da endi. Erta reanimatsiyaga kirdim. Reanimatsiyada kirmasimdan oldin doktorlar oxiri eplanmay ham qoldi. Qiynalib ketdi, rayonda doktorlar qiynalib ketdi. Endi ular ham rosa harakat qildi-yu. Oxiri eplanmay qoldi. Hayvonlarni nomerlarini topib, keyin telefon qildim. Shunaqa menda gepatit C bor edi. O'shani peresadka deyapti. Peresadka qilish kerak deyapti desam, doktor aytishdiki, qanaqa gepatitning turi qanaqa dedi? Shunaqa C edi meniki desam, keyin C klassi men chiqarganman oldin ham deyishdi. Keyin sen peresadkaga shoshmaganda, keyin birinchi kunni seni ko'raychi, agar ahvoling bitta ko'raman, tashxis qo'yib ko'ramiz. Keldik, ko'rishdi deb, peresadka emas bu dedi. Davolasa bo'ladi deyishdi. Keyin 10 kun lecheniya olib ketdim yana. Keyin 1 oyda keldimmi, через 2 oydan keyin keldimmi? Keyin kelib yana lecheniya olib ketdim. Keyin ketishimda lecheniya yozib berishdi. Yozib berishgan lecheniyalarni olib yurdim o'sha. O'sha parhezlar qilib yurdim. Keyin yana keldim. Tushiradik. Mana natija javob aka. Xudoga ming shukr. Senga ham rahmat. Meni gapimga quloq solganing uchun.